Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Yangi Bozor sentrdaman, Izzatbek Akfa sexindaman. Ro'za Ramazon oyi uchun aksiya qildik deydi. Podrobniy ma'lumotni qisqacha o'zi tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ro'zalardan jalolsiz. Rahmat. Ne yangiliklar aytavering? Yangiliklar sitkalarni, podakoniklarni ichida qildik. Avval oddiy hisoblanib o'taydi. Masalan, biz profil asab podakonika sitka qo'shib qo'yamiz. U narsalar oddiy hisoblanib o'taydi. Hozir ichida qildik sitkalarni, podakoniklarni ham shishasini ham qaragan shishani tanlaysiz, qo'shilmaydi. Masalan, o'zi razницасы bor. Siniy shisha bo'lsa, bu ko'p qimmat chiqadi. Masalan, oq bo'lsa arzonroq chiqadi. Pullar razницасы bor edi. Hozir ichida qildik. Hozir masalan, shu akva zakaz etsa, podakonik sitkasi shishalardan farqi yo'q. Shuni ichida qo'yib beradi ona. Bepul. Ustanovkasidan borib o'lchashimsan hammasi bepul. Hammasi bepul bo'ladi ekan. Sitkasi, podakonligi, shu akva zakaz etsangiz, shuni ichida qo'yib beradi ekan, to'g'rimi? Temir eshik, temir darvozalar, reshotkalar ham tuzatamiz. Mana yo'lga qo'ydik. Mana yo'lga qo'ydik. Nasib etsa, asta-asta kengaytiryapmiz. Keyin mebellarni qo'yish niyatimiz bor. Xudo xolasa mebellarni kengaytirib, asta-asta yildan-yilga kattalashtiryapmiz seximizdan. Like bosinglar. Elyor Qurbonboyevning kanalidan bo'lsa, skidka. Bo'ladimi? Qancha foiz bo'ladi? 10%. Kelishtiramiz. Обязательно aytib turibdi do'stlar, men nomimdan kelsangizlar yoki meni kanalimdan Yangi Bozor xabarlar yoki Elyor Qurbonboyev kanalidan ko'rdim desangizlar, arzon narxda qilib beraman deb turibdi. Do'stlar, ish joyina keldik. Shu yerda akfalarda kesib, ishlar qiladi xullas. Hozir sizlarga ko'rsatacağımız toza profil paydo bo'libdi. Nima deb aytiladi bu? Bu Engelbek termo profillari hozirgi kunda moda bo'lib turibdi. Bu profillar ham eshiklar вообще sifati zo'r chiqadi, narxlariga yarashadi. Sifatini yil garantiya beradi zavod. Masalan, profilni yildan ichida rangini o'zgartirmaydi, asl qolmaydi. Toza chiqqanda, bu so'nggi chiqqan profil. Temirdanmi? Bu yo'q temirmi yo'qmi? Bu ikki yoq cheti alyumin, o'rtasi poliamid. O'rtasi poliamid issiqlik sovuqni o'tmaydi. Bunda ham parlanish bo'lmaydi. Parlanish bo'lmaydi. Asl qolmaydi. Rangi o'chmaydi. Zamonaviylashib mana. Demak do'stlar, hozir temir sexina keldik. Bu yerda temir darvoza, temir eshik, xullas temir bilan nima ish qiladigan bo'lsa shu yerda bajaradi. Hozir mana ko'rib turganingizdek temir darvozalarni o'zgartirib turibdi. Dedik, bu gap yerda temirchilarimiz ishlaydi. Seximiz orqa tarafi temir darvoza, temir eshik, reshotka, qachalar, temir mush bo'lsa barini qilamiz. O'zingizlar nima narsa yasatchaq bo'lsangizlar, shu temirdan yasab beraveradilar. Qachalka o'zgartirasizlarmi? Unga chayqaladigan bir narsalar o'zgartirasizlarmi? Mangal o'zgartirasizlarmi shashlik uchun? Xullas har xil xizmatlar bor bu yerda. Aytgan narsangizni taxlab cho'tga yetib uzatib beradi. Ishini javob beradi. 10 yildan beri shug'ullanib turgan insonlar bular. Do'stlar, akfa kerak bo'lsa, temir eshik, darvoza, xullas kichik narsa xizmatlar kerak bo'lsa, shu Izzatbek dostimizga murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeri pastda bo'ladi. Ish vaqtlaringiz nechaga ishlaysiz? Ish vaqtlarim shu 9 dan hozir 7 gacha ishlaymiz. 9 dan 7 gacha ishlaydi ekan. Kelib shu yerda o'zlar bilan gaplashsangizlar ham bo'laveradi shu. Ustunda borib, yo bilan kelib shu yerda bir gaplashib, aytib ketaversangizlar bo'ladi. Xullas ishingizga hammaga javob beradi. Zakonli gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Manzil Yangi Bozor sentr, Dehqon bozorining yonida.